Voy, хорош. Cover me! Reloading! Va! O bile. Hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda men Teotimugda Чувствительностьda Teotimugda o'ziga qarshi streamida o'ynadim. To'g'risini aytsam, bundan nima chiqishini o'zim ham bilmagandim. Spoiler, o'yin menga yoqmadi. Nimaganligini video davomida bilib olasizlar. Video juda qiziq chiqqan. Videoni boshlashdan oldin Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. U yerda obunachilarim bilan birga o'ynayman, qiziqarli konkurslar bo'ladi. Kanalga havolani video описаниesidan topishingiz mumkin. Sizlar bilan Evers kanalida boshladik. Hop, Evers. Yani 20 bin tane tutun Evers'e çünkü 100 bin değil ya. Tak. Ha? Bella. Battle lot up. Yok ya, 593 ben. Turze taşal, Everest, turze taşal. Everest, turze taşal, Everest. Test. Kırış kere, kırış kere. Kırış kere, Everest, hani. Go, lobby one. Alo, lobby yo'q-da, brat. Assalomu alaykum. Aleykümselam, vay, lobby one. Xo'p, bolalar, mana o'yinni ham boshlab oldik. Boshlangan zahoti Teotimur AFK turibdi. Bu yerda otganim yo'q. Chetroqqa o'tib, pozitsiyaga qaytdim. Va ko'rishingiz mumkin, push qilyapman. Chunki kelishilgan 10 ta shot olsam $100 tashib berish kerak bo'lgan. O'zimni telefonim 60 FPS li bo'lgani uchun bu o'yinni do'stim telefonida o'ynaganman. Upravleniyada muammolar bo'lgan, o'shaning uchun kichkina xatochilar qilib turganman. First point for the red team! Xo'p, birinchi shotni berib qo'ydik. Endi buni yetib olish kerak, lekin bu yerda Teotimur yana AFK turibdi. Shu joyda atayin vaqtni cho'zyaptimi degan xayolim keldi. Reloading! Upravleniyadagi ozgina muammoni deb mana ikkinchi shotni ham berib qo'ydik. Sezgan bo'lsangiz, Teotimur yana AFK turibdi. Bu o'yin boshlangandan beri 3-chi AFKsi o'zi. Bu yerda men push qilyapman, chunki menga yutishdan ko'ra $100 olgan yaxshi. Tezroq 10 ta shot olib $100 olgan yaxshi. Bu pozitsiya juda opasniy joylardan biri. Bu yerda men Teotimurning xatosidan foydalanib, kutilmaganda chiqib, birinchi shotimni oldim. Ren'le account'ini Ren'le diyeyim. Ren'le bu account'ini 11 tıkım bilsen Donation. yapılmaydı. Xo'p, birinchi shotni ham oldik. Endi sразу bazasini dush qilish kerak. Lekin bu yerda Teotimur yana AFK. Уже 4-chi AFKsi. Bu yerda ham otmaganman. Reloading! Menga shantaj qilib ben qanaqadir kiyimani ichida o'z ko'zimni ko'rganman. 2-3 ta fake account so'raganlar meni nomimni o'chirganlar bu. O'shalar Ren'le aytayman. Nima qilgansan, meni streamga yozma. Shu danat qilgan adresingdan borib nakazadan qilib qo'yman. Qo'y, mana sen bu. Metga bermaganiga bu yerda shunday yuribman, qarasam tepadan tushib kelyapti. Bu yerda ham AFK turgan. Va shu joyda men otib ketishga majbur bo'lganman, chunki уже o'yin vaqti tugyapti. Menda esa hali ham ikkita shot. 10 ta akkaunt chopibdi fakeimiz. Yo'q, Over mana. Fake yo'q. Bolla, voy jalibni qilsin. Bolla, hamma qaranglar. Mana mana. Fake, mana shu? Mana fake bu. Mana haromxo'r fake. 10 takkan chopgan men nomdan. Tak что? Fake'ga u любой odam fake. Bu aslan fake account savdo kanali bu fake account aslan nomdan o'shaga harom. Fikir o'ldirmanglar, bolla.
Minus kilingmi ikkita nima gapni o'ldiryapsan? Xo'p, bu joyda telefon giddos deydi, o'shaning uchun aytgan gaplarim eshitilmagan. Bu yerda afka o'ldirma deb yana afka turib olyapti. O'zi bu o'yin faqat men push qildim-ku. Kelyapman bazasiga push qilyapman, yana afka turibdi, yana otganim yo'q. Уже пошёт где-то 6-mi, 7-mi kill bo'lish kerak edi уже mashitda. Lekin otganim yo'q, afkaga o'ldirma deydi. Qanday qilib 10 ta shot olish mumkin bo'lmasa, masalan, afkada o'ldirib bo'lmasa, shu bilan birga protivnik ham afka turibsa. Ma'lum, bu joyda men otmoqchi emasdim, lekin Teotimur otib ketgan. Bolla mana fake account savdo kanal, men nomni ochib olibdi, harromi mana bu account, Telegram account ochib dislab qo'ydi. Meniki original bunaqa emas. Mana harrom bir gapir qilib qo'yibdi. Bolla, bir gapir qilib qo'ygan. Bilmayman. Reym olib qo'yibdi. Ehtiyot bildi, uxlatyapti men nomni hamma. Mana aytib qo'yayman. Bunaqa akkaunt savdo daqib qo'yaman nomni ochib olgan. Qanday? Ayyob bilan, qora beraman. Bu gapiga vahshiy dumalab qoldim bor, lekin. Yana kim oldi? Cover me! Fake ko'rsatib beraman. APK'ga o'ldiryapti mana. Nima qilish kerak? O'shanga APK'ga o'ldirdi. Asab buzilib chekamanmi, nima qilaman? No mercy! Cover me! Pul hangi mana unga pul kerak emasmi deyman-da. Qochib yuribdi. Hozir sizda ham tushunmaydiganlar rostdan qochib yuribdi deb o'ylaydi. Tushunmaganlar uchun tushuntiraman. Hozir chapdan chiqib qolsam, u ko'zini yummasdan o'ldirib tashlaydi. Joyida o'laman. O'shaning uchun bu yerda aqlni ishlatib, mana kutmagan paytda chiqish kerak. Men 40 minutga birga aytay. Men 40 minutga aytaman. 9 ta shot olgan paytim bo'lgan. Real 9 tami 8 ta. 1,5 minutga bemalol o'sib keladi yetish. Menimcha 40 minut emas, 40 sekund demoqchi bo'lganlar. 40 sekundda olsa bo'ladi, to'g'ri, lekin bu juda kam holda bo'ladi. 100 dan 1 marta o'xshab qolishi mumkin. Bir marta platka sotib olib, o'sha narsa bo'ladi, men shunaqa qilib olganman deyish bu to'g'risi jinnilik. Realga umuman to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun hamma narsaga ham ishonavermanglar. Voy, harosh. Mana shu joyda ozgina shoshilib qo'ydim. Ozgina shoshilmaganimda 10 ta shot olishim mumkin edi, lekin O bile. Spit qilmadi, mayli, biroz hech kim spit qilmadi. Red team victory. Xo'p, bolalar, video yoqqan bo'lsa, bitta like bilan obuna bo'lishni unutmanglar. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Telegram kanalimga ham o'tib qo'yinglar. U yerda birga bir o'ynayman, har xil konkurs, UCL lobby masalan birga bir o'ynaymizda, kim yutsa, o'shanga UC tashladi. Xo'p, hamma narsalar bo'ladi Telegram kanalda asosiy. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, o'sha aytganimdek, keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Что? Din naqi. Hamma so'kinasang, men so'kin qilmalaring, pashonlar.